2026-yilda Rossiyada patent to'lovining oylik narxlari oshadi, ya'ni o'zgaradi. Videoni ko'ringlar, ba'zi bir shaharlar prosta bundan bo'lsa, ba'zi birlari mana bundan ham kelgan. Narx deyarli 30 ming rublga yaqinlashyapti ba'zi bir shaharlarda. Ular bittadan shu chetdagi like tugmachasini bosib qo'ying, hozir men sizlarga spiskasini aytaman. Kommentariyada yozib qo'yinglar, kimni tanishi bo'lsa, shu qetib padilista tugmachasi shu yerda chiqib turibdi. Shuni ham bosaverasizlar o'rtoqlar. Demak, Moskvadagilar, poytaxtdagilarni bilinmaydi deyishdi, 10 ming rubl qilaveramiz birdan deyishdi. Plus госпошле. Har holda poytaxt axir. Demak, Sankt-Peterburg, Leningrad oblastdagilar 8 ming rubl. Amurskdagilar 12.800 rubl, Altayskdagilar 8.526 rubl, Astraxandagilar 7.000 rubl. Astraxan ham yildan yilga oshyapti. Demak, Moskvani ortda qoldiradi Astraxan. Bundan tashqari Belgoroddagilar 8.294 rubl, Bryanskka 9.741 rubl, Vladimirsk oblast 10.947 rubl, Volgogradska oblast, Volgograd 9.890 rubl, 100 rubl kam 10.000 rubl. Xudo xolasa deganda 2027-yilda Moskvadan ham oldinga o'tib ketamiz hali. Voronej 11.425 rubl. Voronejdagilar uchun. Ivanovada 20 ming rubl, Irkutskda 12.200 rubl, Kamchatkada 13.983 14 ming rublda, ozgina kam 14 ming rubl. Qaysi shaharda aytay yana? Kurskda ishlaydiganlar bor, 10.470 rubl, Krasnodardagilar shu yerda qoldiradi, 27.283 rubl. Поздравляем, deylik-ku. Krasnodardagilar 27.283 rubl to'laydi. Bundan tashqari Lipetskda gubernatori birdaniga 21 mingga ko'tarib qo'yaverdi. To'da hisob kitob qilib o'tirmanglar, uni bajara qilmanglar dedi. 20 ming dedi. Kimdir endi 1000 so'm qo'shaylik, aka 1000 so'm qo'shaylik deganmiz. 21 ming rubl. Lipetsk uchun 21 ming rubl, lekin yonidagi Voronej unaqa emas. Nimaga? Savol. Endi Voronejdan olib patentni Lipetskda ishlaydi. Har doimgidek shu bo'ladi-ku o'zi. Chunki Voronejda 11.400 rubl, Lipetskda 21 ming rubl. Raznica вообще katta-da bu. Krasnodarda ko'rdingizda 27 ming rubl. Xo'sh, Luganskda ishlaydiganlar, Donetskda ishlaydiganlar sizlar uchun 9.549 rubl. Birdaniga 10 ming rublga yaqinlashtirib qo'ydi. Magadandagilar 12.600 rubl, Murmanskdagilar 5 ming rubl, Nijnegorodskdagilar 11.800 rubl, Omskdagilar 9.100 rubl, Novosibirsk 11.200, Orlov 9.174, Penza 9.284, Permskiy kraj, Permdagilar 8.200, Primorskiy kraj 13.446 rubl. Adygey 8.100, Altayskiy kraj 7.600, Bashkiriya 8.500, Dagestan 7.800, Ingushetiya 6.600, Qalmiqiya eng arzoni bo'lib qoladi menimcha. 5.100 Qalmiqiya, Elista taraflar. Komila 9.000, Qrim 12.000 rubl, 11.936 rubl. Respublika Tatariston 8.696 rubl, Tiva 6.500 rubl, Xakasiya 10.200, Rostov 10.231, Samara 12.000, 11.936 rubl, Saxalin 11.800, Sverdlovskiy oblast 9.500, Sevastopol 13.500, Osetiya, Alanya, Severniy 8.185 rubl, Stavropolskiy kraj 8.500, Tambov 8.200, Tverdagilar 20.169 rubl. Tverda kim ishga kelayotgan bo'lsa, albatta aytib qo'ying. 20.169 rubl. Tomskdagilar 10.500, Tuladagilar uchun 25 ming rubl stavka ko'tarildi. Tyumendagilar 11 ming rubl, Udmurtiya 8.200, Ulyanovskiy 7.162 rubl, Xanты-Mansiyskiy 14.600, Chelyabinskiy 16.860 rubl, Chechen 3.400. O'zgarmaydi. O'zgarmasin ham. Checheniyada 3.400 rubl patent oylik to'lovi. Ba'zi bir shaharlarda deyarli yarim kun ish pulida, to'g'rimi? Ba'zi bir shaharlarda ishlaydigan o'zimizda shu o'zbek, tojik musofirlarning yarim kun puli Checheniyada.
Yamalananenskiy 18500, Yaroslav 10900, Chuvash 9600. Har yil tugagani yo'q. 2025-yil oxirigacha Rossiyaning qolgan hududlari ham patent narxlarini e'lon qilsa, biz bu ro'yxatni yangilab borib sizlarga albatta aytib o'tamiz. Kommentariyada hisob-kitob qilib qo'yinglar. Patent narxlari ko'tarilganda ko'ryapsizlar. 1000, 2000, 27000, 20000, 25000 va prosta haligi maylis qilib migrantlarni ahvoli bilan daromadini, solig'ini tenglashtirib qo'yamiz deb o'ylamay turib birdan 27000, 30000, 40000, 50000 qilib yuborishadi. Bular shunaqa. Zato hindlar kelib endi без patent ishlayapti. Komissiya daktiloskopiya, ya'ni ziloniy karta oladi, byudjetlarni topshirib bo'ldi. Ey, молодец. Rossiya ham tamommi deyman o'zi. Xullas kommentariyada yaxshi gaplaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan men Ravshanbek bo'ldim. Degan yerda. Sog' bo'linglar.